Salom Tillo. Oh, hey Tolib. Ingliz tilida tarjima qilish kerak bo'lgan bir nechta so'zlar bor edi. Yeah, of course I can help you. Go on, take a seat. Okay. Birinchi o'g'il bola va qiz bola bilan boshlasak, bular ingliz tilida qanday bo'ladi? O'g'il bola is a boy and qiz bola is a girl. Oson ekan. Keyin erkak va ayol qanday bo'ladi? A man is erkak and a woman is ayol. Erkak a man, ayol a woman. Tushunarli. Xo'sh, bola va bolalarchi? Bola is a child and bolalar is children. Keyingisi oila haqida so'zlar bor edi. Oh, family words. Okay, I've got you covered. Come on. Er va xotin so'zlaridan boshlasak, ular ingliz tilida qanday bo'ladi? Er is a husband and xotin is a wife. Qanday qilib ota va ona deyishimiz mumkin? Ota is a father and ona is a mother. Rahmat. Aka, uka, opa, singillarchi? Aka and uka, they are the same. A brother and opa and single is also the same, like a sister. Yaxshi, eslab qolaman. Keyingisi o'g'il va qiz. O'g'il is a son and qiz is a daughter. Yaxshi. Unda buvi hamda buva qanday bo'ladi? Buva is a grandmother and buvi or bobo is a grandfather. But also you can say a grandma or a grandpa. Zo'r, yaxshi. Va oxirgilari ota ona va bobo buvi birgalikda qanday bo'ladi? Okay, together you can say ota ona like parents and grandparents are bobo and buvi. Yaxshi, tushundim. Endi ranglar haqida so'ramoqchi edim. Alright, colors. Let's go. Birinchisi qora qanday bo'ladi? Qora is black. Yaxshi, ko'k qanday edi? Ko'k is blue. Tushunarli. Keyingisi jigarrang. Jigarrangni qanday aytishimiz mumkin ingliz tilida? Jigarrang is brown. Tushunarli. Endi yashil. Yashilni qanday aytamiz? Yashil is green. Zo'r. Kulrangchi? Gray. Gray is for kulrang. Yana to'q sariq hamda pushti ranglari qanday bo'ladi? To'q sariq is orange and pushti is pink. Tushunarli. Qanday qilib qizil va oq deyishimiz mumkin? Red is for qizil and white is for oq. Bir nechta sifatlarni ko'rib chiqsanglar. Sure, come on. Birinchi, katta ingliz tilida qanday bo'ladi? Katta means big. Big. Kichkinachi? Kichkina means small. Keyingisi eski va yangi. New is for yangi and old is for eski. Zo'r. Tez va sekin qanday bo'ladi ingliz tilida? Tez means fast and sekin means slow. Zo'r. Chiroyli va xunukchi? Chiroyli is beautiful and xunuk is ugly. Tushunarli. Endi esa arzon va qimmat. Bular qanday aytsak bo'ladi ingliz tilida? Arzon it means cheap and qimmat means expensive. Tushunarli. Endi uzoq va qisqachi? U qanday bo'ladi ingliz tilida? So uzun is long and short means qisqa. Toza va iflos kir qanday bo'ladi ingliz tilida? Toza means clean and iflos va kir means dirty. Bugun anchagina so'zlar bilan tanishib chiqibmiz.
You did great. And for the last ones, good and bad. Good means yaxshi, bad means yomon. Bu tushunarli. Yaxshi va yomon. Bu tushunarli. Tushunarli. Do you have any other new words? Yo'q, boshqa so'zlarim qolmadi. Shular. You guys also write down all the new words and go to my Telegram channel to get materials regarding today's lesson. Kimga gapirayapsan? Oh, don't pay attention. Mayli. Hop. Boshqa savollarim yo'q. Agar yana savollarim bo'lsa, yana so'rayman.